13-mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida aholi murojaatlarini bilan ishlash tizimini takomillashtirishga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda ta'kidlanishicha, yurtimiz aholisi 38 milliondan oshgan. Sohaga trillionlab mablag'lar birgina joriy yilda 56 trillion so'm ajratilmoqda. Biroq shuncha imkoniyat bo'la turib, murojaatlarning aksariyati, ayniqsa Toshkent shahri va viloyatida yarmidan ko'pi yechimini topmay qolmoqda. Davlat rahbari xalq qabulxonalarini endilikda nafaqat ariza qabul qiluvchi, balki muammolarni tahlil qilib yechim taklif etadigan markazlarga aylantirish, har bir inson va xonadon muammosini bilib, vaqtida ko'mak berishim kerak degan yangi shior ostida ishlash topshirig'ini berdi. Aslida xalq qabulxonalari tashkil etish zaruratini Zolim Karimov boshliq hokimiyatning xalqdan juda uzoqlashib, hisobdorlikni deyarli yo'qotgani va odamlar muammolariga yechim berishda tamoman muvaffaqiyatsizlikka uchragani bilan izohlash mumkin. Chunki hukumat qanchalik xalqchiligini yo'qotsa, uning legitimligi shunchalik pasayib boraveradi. Mirziyoyev iqtidorga kelgandan so'ng avvalgi rejimning mana shu xatosini to'g'rilash maqsadida mazkur tizim yo'lga qo'yildi. Ta'kidlash joizki, boshida bu xalqimizda umid uchqunlarini yoqdi. Nihoyat qarashib yotgan muammolarga yechim beriladigan vaqt kelganiga ishonishni boshladi. Ammo oxir-oqibat xalq qabulxonalari xalqning muammolariga haqiqiy yechim beradigan tizim emas, balki arizalarni shunchaki ro'yxatga oluvchi va vaqtdan yutish uchun ishlatiladigan mexanizm ekanligi ko'rinib qoldi. E'tibor berilsa, 2016-yilda tashkil qilingan mana shu tizim orqali Mirziyoyev boshliq hukumat haqiqatda 10 yilcha vaqt yutdi. Ya'ni, mana muammolaringizni hal qiladigan tizim yaratdik. Endi ularga sekin-astalik bilan yechim beramiz degan ma'noda xalqimizni umidvor qildi. Hozir ham Mirziyoyev bu tizimni takomillashtirish haqida gapirar ekan, mo'ljalda yana 10 yil yutish ko'zlangan bo'lishi ehtimol. Xullas, muammolarni hal qilish illyuziyasi ortida mavjud tuzum va boshqaruv umrini uzaytirish maqsadi yotibdi xolos. Bundan farqli o'laroq, islom boshqaruvida biror muammosini ko'tarib, u tashkilotdan bu tashkilotga yugurib, sarson sargardon bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Aksincha, islom davlati va uning idoralari muammoni kimdir ko'tarib kelishini kutib o'tirmaydi, balki ularni topib, zudlik bilan yechim beradigan tizim yo'lga qo'yiladi.